Do'stlar, 2026-yil 22-may sanasiga ko'rib turganlaring o'zimizning Farg'ona viloyati va boshqa 12 ta viloyatlarda effekt berishi mumkin bo'lgan gilos navlari va bizda hozirgi kunda chet elga chiqib ketayotgan gilos sortlari ko'rib turganlaring bizda eng trendda va rekda yuradigan gilos navlari hisoblanadi. Do'stlar, bu Nimba, bu joy tanlaydi, lekin yaxshi effekt beradi. Buni yani hozirgi kunda ekib sinab ko'ryapmiz. Tog'oldi va tog'li rayonlarda ham effekt beryapti qisman. Bunisi Giant Red O'zbekistonda 12 ta viloyatda joy tanlamaydi. Xohlagan joyingizda hamma hududda yaxshi effekt beradi. Bunisi Svitariana Namangan hududida juda ham ko'p ekilgan. Shu sababli buni vodiyda xohlagan nuqtasida va Buxoro, Surxondaryolarga ham ekishlarni tavsiya beraman. Chunki Surxondaryo hududida ham juda erta pishadi va bleski baland va juda ham qarsildor gilos hisoblanadi. Bu o'zimizning o'sha Valovoy sersa gilosi. Bu ham yaxshi. Hozirgi kunda changlatishdan muammo bo'lyapti, lekin buni ham changlatish haqida yangi rejali ishlar olib borganmiz. 12 ta viloyatda 100 ga yaqin bog'bonlar bilan ishlayapmiz. Inshaalloh yil oxirida, kelgusi yil oxirida bu haqida to'liq videolar qo'yib boriladi. Bu karmen gilos hisoblanadi. Bu yumshoq gilos, lekin juda ham kalibri yirik va yaltiroq gilos. Buni ham tavsiya qilinaveradi. Bu o'zimizning bahor va skina, shu kech gullaydi va hamma hududda bo'ladigan skina. Buni hali xom, lekin bu orada ko'rinish bo'lishi uchun qo'yilgan. Bu glazer gilos hisoblanadi. Bu ham hali xom, lekin buni kalibri hozirgi kunda 30-32 bo'lyapti. Buni 34-36 gacha berilgan videolari bor. Bundan ham Xudo xolasa inshaalloh buni ham sinovdan o'tkazamiz. Bu Lapeniz joy tanlamaydi. Bu O'zbekistonda barcha hududida birdek o'zini o'zi changlatib juda ham ser hosil beradigan nav hisoblanadi. Va bu o'sha mashhur Royal Tiago erta pishar. Bu hudud tanlaydi. Erta joylarda juda ham qimmat bo'ladi. Surxondaryoda 450 mingdan teplitsada sotiladi. Agar kimdadir teplitsa gektar maydonda, kichkina emas, gektar maydonda teplitsasi bo'lsa, buni yetishtirish haqida to'liq ma'lumotimiz bor. Inshaalloh agar birga ishlaydigan bo'lsak, bog'laringni teplitsada ekib, yetishtirib, sotib berishgacha yordam beramiz. Va bu yerda Svet Lorens, bu ham zo'r gilos hisoblanadi. Svet Lorens ham O'zbekistonning barcha hududlarida Svet Ariana va Svet Lorensda eksa bo'laveradi. Faqat issiq hududlarda, tog'oldi va tog'li rayonlarda effekt bermaydi. Xo'p, endi kalibrovkaga qo'yish bo'yicha videoni cho'zilib ketmaslik maqsadida sizlarga imkon qadar tezda tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi navbatda Svet Lorens 32 kalibr. Svet Lorens svetlar oilasi asosan 30-32 da standart juda ham ko'p yetiladi. Mana 34 dan tushib ketyapti. 30-32 da bir xil yetiltiruvchan bo'ladi. Svetlar oilasi biri katta, biri kichik bo'lib qolib, qaysidir boshqa gilos turlariga o'xshab ba'zi mevalari mayda, ba'zilari katta bo'lmaydi. Aksariyat juda ko'p mevasini bir xil yetiltiradi. Bu yerda Lapeniz asosan 30-32. Bunda bu joy tanlamaydi. Sentineri 20 tonnadan 35 tonnagacha yozilgan gektariga shuncha effekt beradi. Yani glazer navi. Hozirgi kunda bizda xom mana 30-32 da turibdi bemalol. Bu pishgandan keyin 34-36 bo'ladi. Bu hozir sinovda. Buni sinovdan o'tgandan keyin mana bandi ham juda uzun. Sinovdan o'tgandan keyin bu haqida ham ma'lumot beramiz. Skina va bu yerda Carmen mana 32, 34 da ham bor Carmen gilosi. O'zimizning Valovoy sersa 30 da 32 dan tushib ketyapti. Lekin bu yaxshi gilos hisoblanadi. 30-32 tog'li rayonlarda 32 beradi va Svet Ariana 30-32 da bemalol 34 dan tushib ketyapti. Svet Ariana ham zo'r gilos. Bu ham yetiltirish jihati bir xilda yetiltiradi. Agar bundan ekadigan bo'lsangiz juda ham zo'r pulga sotasiz. Gektari 20 tonna beradi va narxi juda ham baland gilos. Yevropada asosan eng talab kuchli bo'lgan giloslardan biri Svet Ariana hisoblanadi. Va bu yerda 34 da Giant Red 34 35 ga tushib ketib qolishi ham mumkin, lekin
Mana 35 ta ham turibdi. Mana ko'rishlaring mumkin. 35 kalibrda ham bemalol natija beradi va Karmen bu Nimba gilosi mana 35 ta, 34, 35 tangacha 35 ga ham tushdi mana. Nimbalar 30 dan boshlab 35 kalibrgacha 34 35. Nimba gilosi bilan agar Giant Red gilosini birga kombinatsiya qilib ekadigan bo'lsangiz, Giant Red gilosida juplashish, jup mevada juptalik bo'lib qo'shaq bo'ladi deydi, bolachaq bo'ladi deydi. Shu juda ham kam kuzatiladi, aynan Nimba bilan kombinatsiya qilinganda. Chunki bular ikkovini bir-biriga changlashish darajasini hisobiga qo'shag'i juda ham kam bo'ladi. Agar Nimbadan ekmaydigan bo'lsa, siz tog'li rayonda turadigan bo'lsangiz, sizga Lapins bilan Giant Red gilosini kombinatsiya qilib ekishingizni maslahat beraman. Shunda qo'shag'i juda ham kam bo'ladi. Lekin 10-15% qo'shaq kuzatiladi, lekin shunda ham qarsildoq, juda shirin va kalibri yirik va eksport jarayonida juda uzoq joylargacha yetib bora oladigan giloslardan biri bu Giant Red, Svitariana va Lapins gilos hisoblanadi va o'zimizni eski Valovoy gilos hisoblanadi. Do'stlar, agar kimga bu videolar yoqqan bo'lsa, bitta like bosamiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyada o'z gilos haqida berilgan ma'lumotda o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. O'qib chiqib, qayerdadir o'zgarish bo'lgan bo'lsa, siz haqingizda bu ma'lumotni boshqatdan berishga harakat qilamiz. Bu aytib o'tilgan giloslar ichida bahor gilosi alohida aytib o'tilinadi. Bahor gilosi erta joylarga, faqatgina erta joylarga ishlashni maslahat beraman, chunki eng birinchi pishganda yaxshi pul bo'ladi. Agar ertasi kech joyga ekib qo'yadigan bo'lsangiz, bu Valovoy gilosi yoki Giant Red yoki Nimba yoki Lapins giloslariga raqobat bo'lib qoladigan bo'lsa, bu giloslarning bozori juda ham pastlab ketadi. Skina gilosi har qanday hududga ekishingiz mumkin. Raqobatchisi bo'lmaydi, juda ham kech pishadi. Buni raqobatchisi shoftoli o'rik bo'lib ketadi. Shuni hisobiga bunda ham narx pastlab ketishi mumkin bo'ladi. Glazer gilosi hali bizda bu haqida to'liq ma'lumotga ega emasmiz, chunki turli hududlarga beryapmiz. 5 yil, 6 yil atrofida u hududlarda bular o'z kuchini qaysi darajada ko'rsatish haqida ma'lumot olganimizdan keyin sizga to'liq bu haqida ekishingiz haqida ma'lumot yoki ekmasligingiz haqida ma'lumot beramiz. Hozircha hududlari haqida o'rganib chiqmaganmiz. Ekib hududida natijasini olganimizdan keyin to'liq ma'lumot bera olamiz. Lapins gilosi bu haqida to'liq ma'lumot bera olamiz. Sabab Lapins gilosi O'zbekistonning barcha hududida birdek natija beradi, lekin buni tog' oldi, tog'li rayonlarga ekinglar, chunki sovuq hududda buni kalibri yiriklashadi. Issiq hududga olib o'tsangiz, havoni harorati balandlab ketishini hisobiga erta pishib qo'yib, mayda bo'lib qolishi mumkin. Royaltiyaga buni ham erta joylarga ekishingizni maslahat beraman. Kech joylarga eksangiz, boshqa giloslar raqobat bo'lib qolib, bunda kalibrida jicha muammo bo'lgani uchun sezilarli darajada narx pastlab ketishi mumkin. Svet Lorenz buni ham vodiyda xohlagan nuqtasiga ekishingiz mumkin bo'ladi. Karmen bu gilos ham vodiyda Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatining xohlagan hududiga ekishingiz mumkin. Valovoy gilosini O'zbekistonda 12 ta viloyatiga tavsiya qilaveramiz. Svitarianani ham mana shu Farg'ona viloyatida, Andijon, Namangan, Farg'ona, Qirg'izistonda bemalol mana shu vodiyning ichida Qirg'izistonning barcha nuqtalari va Tojikistonda xohlagan nuqtangiz va aynan Surxondaryo hududlariga eksalaring juda ham zo'r natija beradi. Bu sinovdan o'tyapti va ko'rib boryapmiz. Giant Red bu Giant Red gilosi haqida asobiy to'xtalib o'taman, chunki bu joy tanlamaydi. Qayerga, qanday ekishingizdan qat'iy nazar hamma joyda juda ham yirik, qarsildoq va shirin va o'z xususiyatini ancha-munchaga yo'qotmasdan juda ham mahkam turadigan gilos hisoblanadi. Bundan xohlagan joyingizga, xohlaganingizcha kolичествоda eksangiz, inshaalloh Xudo xolasa yaxshi daromad beradi. Buni bir tub daraxti 80 kilo, 100 kilogacha daromad beradi. Buni agar obuna bo'lib qo'ysangiz, juda ham katta daraxtlari bor. Bu haqida ham video qo'yamiz. Katta O'zbekistonda sinovdan o'tgan juda ham yirik daraxtlari borligi haqida video chiqaramiz. Agar obuna bo'lib qo'ysangiz, ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Nimba daraxti tog'li rayonlarga ekishingizni maslahat bermayman, lekin adir past tekislik rayonlarda bu juda ham zo'r natija beradi. Do'stlar, videolarga bitta like bosamiz. Kommentariyada har doimgidek o'z fikringizni giloslar haqida qoldiring. Birga hammasini hal qilamiz. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Sog' salomat bo'lasizlar do'stlar.